Ha, demak siz bu preyoni ustiga bosib kirgan bo'lsangiz, demak siz yaxshi insonsiz. Bugun men sizlarga top 3 ta unutilgan Minecraft youtuberlar haqida ma'lumot beraman. Videoni boshlashdan oldin oldinglarga yeb ichishga narsalar olib kelib olinglar. Demak, biz gapni cho'zib o'tirmasdan videoni qani boshladik. We clutch and rush. Visual gaming, visual gaming, visual gaming, visual gaming, visual gaming, visual gaming. Xo'sh do'stlar, mana Visual Gamingni YouTube kanaliga kirib oldik. Ko'rgan bo'lsanglar, oxirgi videolari 3 yil oldin qo'yilgan va ozgina shamollaganman do'stlar, shuni ham inobatga olinglar va 14,5 ming obunachi yiqqan va 66 ta video qo'ygan. Xo'sh, kanal ochilganiga 2020-yil kanal ochilgan 23-may sanasida va ko'rishlar soni 1,380,836 ta kishi ko'rgan, ya'ni videolarini. Xo'sh, va eng birinchi videolari esa mana Free Fire o'ynagan ekanlar va mashhurlari esa shu serial, shu O'zga olam seriali 236 ming prosmotr yiqqan. Ko'rgan bo'lsanglar, hozircha hamma ma'lumotlar shu va bu akamiz ham unutilgan hisoblanadi va biz keyingi youtuberimizga ketdik. Va bizning keyingi youtuberimiz bu Froz YouTube kanali bo'ladi. Ya'ni bu YouTube kanal ochilganiga 2020-yil 8-iyun kuni ochilgan va barcha videolarni ko'rish lavhalari 4,212 ming prosmotr yiqqan va oxirgi videolari esa kim birinchi qursa premium account yutib oladi degan video bo'lgan. Ya'ni Yasiko akamiz bilan olgan 217 ming prosmotr va 1 yil oldin chiqargan va eng eskisi esa aka uka to'rmizlar degan video bo'lgan va u 4 yil oldin chiqarilgan. Va mashhurlari esa ya'ni Minecraft bizlarda super yuraklar degan nomli videosi bo'lgan, 3 yil oldin chiqarilgan va 417 ming prosmotr yiqqan bu Frozin akamiz. Ma'lumotlar hozircha shular edi. Demak, biz ham undan keyingi youtuberga o'tamiz. Topligimizning birinchi o'rnida joy olgan akamiz bu Raker tog'i bo'ladi. Uy tashvishi, ro'zg'or tashvishi, o'qish tashvishi bilan yurgan akamiz bo'ladi. 1 yil oldin chiqarilgan oxirgi videosi 649 ming prosmotr yiqqan. Kanalga kirsak, 2020-yil kanal ochilgan 23-aprel kuni va 98 million ko'rishlar soniga ega bo'lgan shuncha yil mobaynida va eng eski videosi mana bu grafika deb qo'ygan, 5 yil oldin chiqarilgan. Shu endi o'zbekcha deganda. Xo'sh, mashhurlari esa mashina sotib oldim degan videosi 1,200 ming prosmotr yiqqan do'stlar. Hozircha topgan youtuberlarim shular bo'lib chiqdi. Agar sizlar ham unutilgan youtuberlar bilsanglar, shu kommentga yozib ketinglar va like va obuna bosishni ham unutmanglar. Jigarlar, hammaga sog' salomatlik. Sizlar bilan yana uchrashib qoladigan umidda. Maestro men bo'ldim. Sog' bo'linglar.